Tough one. Qattiq qo'l odam. Tanqidiy savol. Men shu yerda turibman, to'g'rimi? Qo'limda to'pponcha bor. Men uni timni boshiga qaratdim, bang! Uni miyasini qatig'ini chiqarib yubordim. Xo'sh, kimning aybi? Xudoninmi yoki menikimi? Hozir dunyoda ko'p ishlar sodir bo'lmoqda. Bu Xudoning aybi emas, bu bizning aybimiz. Faraz qiling, Xudo yerni va odamzodni yaratib, keyin unga men seni robot qilib qo'yaman. Menga xizmat va savob ishlar qilishga seni majburlayman. Men seni sevaman, Xudoyim deb aytishga majburlayman. Aslo yo'q. U bizga men senga ozodlik beraman. Sen xohlaganingdek ish tutasan. Men seni shunday yashashingni xohlardim. Va bundan boshqa yashash yo'llari bor, lekin sen to'g'risini tanlaysanmi? Albatta tanlaymiz. Keyin kechga yaqin sen AQShning qishloq xo'jaligi vazirini shunday gaplarni eshitib, bilasizmi, agar biz qish faslida ham mevalarni yetkazsak edi, biz ancha pul ishlab olgan bo'lar edik. Bizning qiladigan ishimiz bu ekinzorlarni va yerni ximikatlar bilan boyitishdir va albatta bu ularni tezroq o'sishga yordam beradi va ancha daromad ham beradi. Bu odamning ochko'zligidir. Va albatta bundan keyin odamlar rak kasalliklariga chalinishni boshlaydi va boshqa allambalo kasalliklar. Bu o'shaning sababidir. Odamning ochko'zlik bilan qilmoqona qarorlari yoki bo'lmasa biron bir ichimlik chiqaradigan kompaniya. Biz endi ichimliklarni notabiiy shirinlantiruvchi moddalar bilan boyitamiz. Chunki biz pul tejaymiz. Shakar esa juda qimmat, shunday emasmi? Va hozir dunyoda har xil miya kasalliklarini kuzatmoqda. Bularning sababi notabiiy shirinlantiruvchi moddalardir. Bu haqiqatdir. Yoki bug'doy mo'l bo'lsin, uni narxi past bo'ladi. Lekin kompaniyalar bug'doyni qimmat narxda ushlab turish uchun uni bir qismini dengizga cho'ktiramiz deyshadi. Afrikada esa har kuni minglab odamlar ochlikdan o'lib ketmoqda. Buning hammasi odamning qizg'anchiligi aybdordir. Biz bemalol Xudo bularning hammasini nimaga shu yo'sinda sodir bo'lmoqda deyishimiz mumkin. Bu Xudoning aybi emas. U bizga tanlash huquqini berdi. Balki bu sizning aybingiz emasdir, lekin bu odamzodni qilgan ahmoqona qarorlaridir. Agar lotereyada million funt yutib olgan bo'lsangiz, uni nimaga ishlatar edingiz? Jakuzi, katta uy olar edim. Qimmatbaho narsalarga, qizlarga to'lib yotgan qasr sotib olgan bo'lar edim. Buvimga biroz pul berar edim. Televideniyada ko'rsatasizmi? Ovoz yosish studiyasiga ko'p narsalarga ishlatgan bo'lar edim. Otga, otxona, katta uy, mashina. Uning do'stlariga, o'zimning do'stlarimga. Yamaykada ham uy sotib olar edim. 3 million sadaqa qilar edim. Borib Porsche olar edim, keyin esa Carrera'ni minar edim. Ko'p marixuana olar edim. Juda ko'p marixuana olar edim. Axl Rose. Men Axl Rose'ni sotib olib unga turmushga chiqar edim. Ularga va mashinalarga ishlatar edim. Mazza qilib yashar edim. Hayotimdan xursand bo'lib. Siz MTV yoki Gollywood yulduzlarini o'z obro'ini brilliantlarga bezatilgan Rolexlar bilan baholashlarini ko'rishingiz mumkin. 15 ta yotoqxonadan iborat imoratlar bilan. Bularning hammasi shu to'g'risida va buning sababi bilan biz ham shularga havas qilamiz. Bu bizning madaniyatimizdir. Mashinaga o'xshab biz bu sistemani quliga aylanib qolganmiz. Mana biz supermarketdamiz va bilasizmi, atrofimdagi bo'layotgan narsalarga qarab o'ylanib qolyapman. Eng zo'r kiyimlar yoki eng zo'r jinsi shimlarni kiyish yoki zamonaviy muzika yoki eng zo'r kompyuter o'yinlari va boshqa narsalar. Aslida esa agar bugun bir zamonaviy kiyim olsangiz, ertasiga undan ham yangisi sotiladi. Bu ishtiyoq mashinasini oxiri bo'lmaydi. Bu mashina har doim ishlayveradi. Lekin haqiqat bunday emas. Siz boyligingizni bu dunyoga yig'yapsiz. Lekin Injilda bularni hammasini kuya va zang yeb hamda o'g'ri talab ketadi deb yozilgan. Bularning hech biri abadiy emas. Faqat ruhingiz abadiydir. Xonimlar va janoblar, o'zingiz bir o'ylab ko'ring. Mercedes. Bu yerda undan boshqa mashinalar ham bor. Men o'shalarni birini olishim mumkin, lekin bu dunyoda Mercedes sotib olishdan ko'ra ko'p boshqa narsalar bor. Masalan, Mercedesni 50 mingga sotib olib, uni mazza qilib minganimdan ko'ra Afrikadagi ko'plab bolalarni ochlikdan saqlab qolganim foydaliroq emasmi? Men qimmat mashinalarni yoqtiraman. Bu yerga qarab, shular haqida o'ylashni boshlayman. Siz agar pulim ko'p bo'lsa, muammolarim bo'lmaydi deb o'ylaysiz. Lekin aslida bunday emas. Pul odamga qoniqarlik olib kelmaydi deb o'ylayman. Menimcha faqat Xudo bilan do'stlashuv odamga qoniqarlik keltirishi mumkin. Pul hayotimga keladi va ketadi ham. Pul bo'lganda mazza, lekin ba'zan pul umuman bo'lmaydi. Lekin shu narsa ma'lumki, men bir kuni narigi dunyoga borganimda har doim menga do'st bo'lgan Xudo meni kutib olib bag'riga bosadi. Pul va boylik esa unday emas. Eng jozibali narsa bu men vafot etganimdan so'ng to'g'ri jannatga borishimdir. Pul va boylikchi, ular qancha bo'lmasin hech qachon meni abadiy jannatda bo'lishimga yordam bera olmaydi. Ertalab ko'zimni ochib, kun davomida har xil muammolarga duch kelsam ham,
pul va boylik menga Xudo bilan oramizdagi tinchlikni o'rnata olmaydi. Really wrong. Money can't buy that. Men pulga aroq sotib olishim mumkin. Men mast bo'lib, keyin borib narkotik sotib olib, hamma narsani esimdan chiqarib, mazza qilib kayf surishim mumkin. Lekin kunning oxiriga borib, pul bizga hamma narsa berishi mumkin, lekin bularni barchasi vaqtinchalidir. Baribir oxirida o'sha muammolarga duch kelasan. O'sha hayot o'zini o'sha joyida. Lekin Xudo bizga men seni hech qachon tashlab ketmayman deb aytayapti. Agar menga ishonsang, men seni abadiy hayotga olib boraman. Ba'zan bu juda ham zo'r tuyuladi, lekin nima bo'lganda ham men jannatga boraman. Is this your car? Bu sening mashinangmi? To be honest with you, Rostini aytganda, men har baloni xarid qilishni yoqtiraman va shu deb men hatto qarzlarga ham botar edim. Bilasizmi, men ilgari qo'limga kredit karta yoki pul cheki tushsa, qanaqadir baxtlik tuyg'usini his etar edim. Ayniqsa uyga xalta narsalar bilan ketsam. Yangi narsa bo'lsa, u doim birinchi. Bu yaxshi emas, chunki bu narsa sizni baxtli qilmaydi. Bu sizga chekni to'ldirayotgan paytda 10 soniya ichida kayf tuyg'usini beradi. Yoki uyingizga borib, olgan narsalaringizni va kiyimlarni shkaflarga joylashtirasiz, lekin keyin esa bularni esingizdan chiqarib yuborasiz. forget about it. The Bible says. Lekin Injil bizga sizlar ikkita xo'jayinga xizmat qila olmaysizlar deydi. Birinchisini sevsangiz, ikkinchisini esa sevmaysiz. Undan ko'ra siz biriga sodiq bo'lib, ikkinchisidan yuz o'girishingiz yaxshiroqdir. Hazrat Iso ham sizlar Xudoga va pulga xizmat qila olmaysizlar deb aytadi. Men pul bu yomon deb aytayotganim yo'q. Men agar yaxshi mashinang bo'lsa yoki chiroyli uying bo'lsa bu yomon deb aytayotganim yo'q. Lekin men hayotimni shu narsalarga asoslantiryapmanmi? Glory to God in whichever way possible. No, you're living life for what you own, and if you hold on real tight, you're gonna make it alright. Not long before you realize, just a matter of time, we'll leave it all behind. The world is your throne, but you lose your own soul. Got to let it go. Let it go. The money, the power, the greed, the hate. Tell me what you gonna do. You need to get through. No, it's not what you deserve. Started, yeah. We're not getting anywhere. Let me clear up your confusion. Wipe away this false illusion. You only learn to live when you forget to take and love to give. Got to let it go. Let it go. The money, the power, the greed, the hate. Tell me what you gonna do. You need to get through. No, it's not what you deserve. Or else he will hold on to the one